Sovg'alar bor, sovg'alar. Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz ehson sovg'asi tarqatamiz Ramazonda Elifda yangi aksiya. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Yaxshi bo'ldingiz, ko'rib qoldim. Ramazonda sovg'a tarqatishni, tuhfa berishni yaxshi ko'rasizmi, olishdimi? Olishni yaxshi ko'raman. Lekin berishim maroqli. Maroqli. Ayniqsa xursand bo'ladi. Voy, gapirmang, ayniqsa tanimagan odamingizga. Hozir qarang, ikkalamiz ham sovg'a tarqatamiz bugun. Bugun Elifdan sovg'a tanlab berish sizdan ushlab turish mendan bo'ladi. Demak, Tanlab berishingiz kerak. Bu yerga xaridga kelgan xaridorlarimiz o'z istalgan raqamlarni tashlab ketishgan va bugun siz o'sha o'zingiz bilmagan, tanimagan odamlar, oho, demak bemalol e'lon qiling oxirgi raqamini. Demak, 7017 raqamida. Demak, bemalol kelib, murojaat qilib sovg'angizni olib ketishingiz mumkin. Qizlar siz bilan aloqaga chiqishadi. Qo'ng'iroqlarga e'tiborli bo'lib turing. Mabodo agar tarmoqda aloqa mavjud emas degan raqam bo'lsa, keyingi odamga sovg'ani tarqatamiz. Shunaqa gaplar. Rahmat. Charchamay, bu qarang, g'oyibona sovg'a bo'ldi. Albatta, balkim. Uning uchun bizni tanishlarimiz kelib, Elifga kelib biz raqamimizni tashlab ketinglar, zoro chiqib qolsa. Albatta. Rahmat kattakon.